Mana o'rtoqlar, atrobotga o'choqchamiz taq bo'ldi. Bemalol ovqat pishirsa, choy qaynatsa bo'ladi, pasti baland bo'ladi. 1 litr atrobotga bilan bemalol bitta ovqat pishirsangiz bo'ladi. Mana pasaytirib qo'ysa bo'ladi. Keyin buni o'chasizlar. Bunday baland bo'ladi. Mana manzil Buxoro viloyat Shofirkon tumani. Vodiyliklar ham ko'rsa ham mayli. Asosan vodiydan chiqdi, ularga gaz yo'qligidan, qiynalganlaridan biza shuni o'ylab mana shunday darajaga yetib keldi. Hozir biza tomonlar ko'p joylarda gaz yo'q. Bemalol oshxonalaringizga qo'yib ovqat pishirsalaringiz bo'ladi. Mana marhamat, kimga kerak bo'lsa zakaz qilinglar, taxlaman beramiz sotuvda. Narxi 500 ming so'm. Marhamat, kimga kerak bo'lsa taxlab beramiz.